Misrning ikkita shayxi va falonchilar, pistonchilar katta seminar bo'lishligi uchun Sudanga borishadi. Sudanga borishadi-da, samolyotga chiqib ketishayotganda mana shu ikkala odamni samolyotga chiqarmaydi. Keyin bu domlalar haqqini talab qilishni boshlaydi-da. Nima sababdan biz chiqmaymiz? Samolyotga chiqarasan, Allohdan qo'rq, chiqishligimiz kerak, uyga borishligimiz kerak deb biz talashdik deydi. Nimaymiz, chet eldan ikkita nozik mehmon kelib qopti. O'sha nozik mehmonlarni o'tkazib yuborish uchun domlalarni qo'yib, o'sha nozik mehmonlarni o'tkazib yuborishadi. Domla o'zi aytib beryapti buni. Oxiri chiqishdi samolyotga dedi. Ko'zimiz yonida samolyot ko'tarildi, aeroportga o'ziga tushdi. Birorta odam tirik qolmadi dedi. Domla ekan, ikkita domla tirik qolibdi-da. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh taolo biladi, sizlar bilmaysizlar deydi. Hayotimizda ba'zan mana shu narsa menga juda muhim deydigan bo'lsak, uncha muhim emas bo'lsa Alloh taolo olib qo'yadi.